kunni dahshati, qo'rqinchi juda ham og'ir. Chaqaloqlarning sochi oqarib ketadigan kun deb keladi oyatda. Ayol kishi homilasini tashab qo'yadigan kun. O'zingiz o'ylang. Ayol kishi farzandligi qanchalik bog'liq bo'lib qoladi. Emiziklik chaqalog'ini tashab qo'yadigan kun. Nimaga shunchalik qo'rqinchli kunki, inson o'zidan boshqa hech kimni o'ylamay qo'yadi. O'zim qutulsam bo'ldi deydi u kuni. Hattoki mana kofir kishi haqida keladi, kofir kishi shu farzandlarimni tikib jahannamga tikib o'zim qutulib qolsam deydi. Ayolini, farzandlarini, ota-onasini hammani tiksam u jahannamdan qutulsam deydi. Chunki u kuni jahannam sudrab olib kelinadi, ko'rsatiladi. Mahshargohda turgan kishilarga ular o'z ko'zi bilan ko'radi buni dahshatini. Bo'ldi, endi u yerga tushish hech kim xohlamaydi. Chunki yaqinan ko'rdi buni ko'zi bilan. Shuning uchun u kuni nima qilib bo'lsa ham odamlar qutulish xohlaydi, kofir kishilar orqaga qaytgisi keladi. Ya laytani, ko'p oyatlarda keladi, qaniydi orqaga qaytsam deydi. Solih amallar qilardim deydi. Orqaga ham qaytish yo'q, tuproqqa ham aylanishga imkon yo'q. Kim agar yomon amal qilgan bo'lsa, ana shu yomonligiga yarasha jazosini oladi.